Assalamu alaikum, hurmatli No'g'at Qarjimot kanali qatorchilari. Bugungi kunga 23-yanvar 2023 yılı biz dushanba kundagi kurslar bilan sizlarga tanishtiramiz. Bizdan olsizlar like, bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli o'g'illar. Bizni like, bosib, kommentar yozib qo'ysangiz motivatsiya bo'ladi. Shol yerdan az biz Finka Bank'a keldik. Finka Bank'tan kurslar ko'rsatamiz. Bizdan olsizlar like, bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli o'g'illar, biz az Finka Bank'a keldik. Finka Bank'ta 86 so'm 20 tiyin dollar, 93 so'm euro, 1 so'm 24 tiyin rubl ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Rubl şol boylarına ko'tarilibdi, hurmatli o'g'illar. Hurmatli o'g'illar, bu Kapital Bank'ta dolardan ekan, qarangizlar, rubl. Dolar 86 so'm 20 tiyin, euro 93 so'm ekan. Rubl olsa 1 so'm 23 tiyin ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Bu yerda da shunday ekan. Hurmatli o'g'illar, biz Bayshun Bank'a keldik. Bayshun Bank'ta euro bilan dollar bir değil ekan, qarangizlar, euro bilan dollar. 86 so'm 20 tiyin dollar, 84 so'm 94 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 24 tiyin rubl ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Bu yerda da rubl bir değil ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Bank Corporation'dagi 86 so'm 20 tiyin dollar, 93 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 20 tiyin, 1 so'm 24 tiyin rubl ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Hurmatli o'g'illar, hozir Finka Bank'a keldik. Finka Bank'ta 86 so'm 20 tiyin dollar, 94 so'm euro, 1 so'm 24 tiyin rubl ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Hurmatli o'g'illar, shunday No'g'at Qarjimot kanali sizlarni qo'shib, doimo omon bo'linglar, bir bo'linglar. Bugun avval No'g'atda sovuqroq, sal kun sovuqroq bo'ladi. Sovuqligidan qarab sizlar meni valyutalar tortqani keldim. Janob Saylar boshqa kommentar qilasiz. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Ko'rishishga tinch omon bo'linglar. Assalomu alaykum.